Aziz hamkorlar, Ersax kompaniyasining Rastoropsha yog'ini jigarda muammo bo'lsa, ya'ni sirroz, gepatit, xoletsistit, o't qopida muammosi bor, oshqozonida yazva yoki bo'lmasa pankreatit, ich qotish kasallari bo'lsa va ozishni xohlayotgan ayollarimizga, erkaklarimizga, qondagi xolesterinni tozalashga va buni sostavida selimarin bor, bu osteoporozni oldini oladi hamda buni yuz parvarishida yuzga sursak yuzni yaxshi namlantiradi va sochga maska qilsak bo'ladi. Men buni qanaqa qilib bir choy qoshiq asalga mana 3 tomchi tomzamiz va har kuni ertalab kechqurun ichsiz bo'ladi yoki bo'lmasam 3 mahal shuni ichsiz bo'ladi. Agar asal bo'lmasa bitta katta qoshiqdagi suvga tomizib 3 tomchi ichsanglar jigarlaringlarni tozalab, qondagi xolesterinlarni tozalab, ortiqcha yog'laringlarni eritishga yordam beradi.